Assalomu alaykum. Ramazon oyi barchangizga muborak bo'lsin. Bugungi foydali videomiz iPhone, Samsung, Redmi haqida. Videoni yoqib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling hamda like bosing. Rahmat. iPhone telefonlarini ko'pchilik brend hisoblaydi. Shu qatorda o'zim ham iPhone telefonlarining kamerasi ancha sifati yaxshi. Hop, ko'pchilik iPhone telefonlarda bilasizlar, videoga olib syomkalar qilishadi. Bu ancha yaxshi. iPhone telefonlarda virusdan himoyasi bor, ya'ni virus tushmaydi, telefon qotmaydi, qotmasdan ishlaydi. Samsung telefonlariga keladigan bo'lsa, Samsung telefonlari ishlashlari ancha qulay hamda ancha oson. Samsung telefonlarida o'zini o'zi, ya'ni telefon kodga tushib qolgan bo'lsa, o'zini o'zi prashib qolish bo'ladi, ya'ni o'zidan telefonni o'zidan prashib qolish funksiyasi bor. Samsung telefonlarining batareyasi yaxshi yetib beradi. Redmi telefonlarga to'xtalgan bo'lsa, Redmi telefonlari narxi hamyonbop hamda ishlashi ancha qulay va soddagina ishlangan. Redmi telefonlar batareyasi uzoq muddatga yetadi va Redmi telefonlarning ham o'zini o'zi prashibga qilish funksiyasi bor. Videolarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Rahmat.